Kim davlatmand bo'lishni, saodat qozonib, mulk va mansabga erishishni istasa, 40 ism duosining 23-sidan foydalansin. Mana shu haqiqiy kundur moyi qo'shilgan zaytun moyiga Fotiha surasi, Mavizatayni, Oyatul Kursi, Toriq surasi, Hashr surasining oxiri, Soffat surasi to'liq o'qilgan. Buni qo'lga mana shunday sepib, badanga suriladi. Bu bir kunga 2 mahal qilinadi. Ziyondan og'riyotgan joyga surilsa, og'riq taqatiq to'xtaydi. Jinlar bo'g'adigan kishilarni bo'g'ilganda bo'yniga sursa, darhol bo'g'ilish ketadi. Sehrlanganlar esa ko'ksiga sursa, sehr yo'qoladi. Yuzga sursa, yuzdagi husnbuzarlar ham darhol ketadi. Yuzni tinchlantiradi. Bir kursi 40 kundan 3 oygacha. Ba'zan biror mansabni ishg'ol qilish uchun ko'pchilik talpinadi. Hammadan oldinga o'tib, o'sha mansabni qo'lga kiritish uchun ham bu sirli ismdan foydalansa bo'ladi. Bu uchun avvalo mustahkam ishonch va ixlos kerak bo'ladi. Ikkilanmay Alloh qudratiga suyangan holda o'qish lozim bo'ladi. Qutbul Irshodda shunday keladi. 23-ism xususiyatlari. Kimki har kuni 1001 marotaba o'qisa, unda davlat va saodat va ilm hosil bo'ladi. Va yana kimki bu ismni 410 ming marotaba o'qisa, unga rabboniy sirlar ochiladi. Rabboniy sirlar kashf bo'lganda kayfiyatga guvoh bo'linadi. Uni riyo va sum'adan qattiq sir saqlash lozim bo'ladi.